Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum birodarlar. Aqlli, ma'noli suhbatlardan gaplashib davom ettiraylik do'stlarim. Bu Habibilloh qori bizga donolik qilib demaslar do'stlarim. Ulug'larda aqlli hikmatli gaplarni ozgina soddalashtirib, jinniy randalagan bo'lib gapirishga harakat qilaman do'stlarim. Mana hozir ko'p aytaman. Ko'p odam kitob o'qimay qo'ydi, ayniqsa yoshlar. Telefondan eshitib ham bo'lsa ozgina axir foydalanar do'stlarim. Bu gaplar hammamizga taalluqli do'stlarim. Mehr muhabbat deymiz. Ba'zi odam bilan bir yo'liqdingiz, ozgina salom alaykum qildingiz, qalbingizga qancha xursandchilik kiradi. Ba'zi odam bilan salom alaykum qildingiz bir sabab bilan dilingizda og'riq paydo bo'ladi. Demak, muhabbat bu har kuni isbotlanishi kerak bo'lgan teorem ekan. Demak, shunday bo'lingki, har bir nigohingizdan odamlarga xursandchilik yetsin. Do'stim, xursandchilik ilashing. Siz tufayli odamlar qalbiga nur kirsin do'stim. Bo'g'ilib, siqilib, doim peshanangizni tirishtirib, hammadan va hamma narsadan norozi bo'lib yashamang. Avvalo o'zingizni dardga chalintirasiz, hayotdan norozi bo'lib yashaysiz. Atrof bu kelajakda keyin atrofingizda odam ozayib ketadi do'stim. O'zimizdan odamlar bezdirmasligimiz kerak ekan do'stlarim. Endi do'stlarim, do'stlik rishtalarini bog'lash kerak deymiz. Hamma ham do'st bo'lishga arzimas ekan. Do'stlarim, qancha do'st bo'lib yurgan insonlar bir-biridan juda ham ko'p kulfat ko'rganligi bor. Shuning uchun do'stlarim, hammaga qoningizni yo'rolmang. Ba'zan do'stlar bir paytga borib o'rtada nizo chiqqanda o'sha qoningiz yorib gapirgan sirlaringizni endi oshkora qilishga harakat qilar ekan do'stlarim. Shuning uchun do'st tanlashda adashib qolmaylik do'stlarim. Ulug'larning gaplari borda, do'ppingga ham aytma sirringni, bir kun do'pping ham aytib qo'yadi deydi. Soyamiz bor, doim biz bilan ergashib yuradi. O'sha soyamiz ham bir kuni havo salqin bo'lganda, bulutli kunda u ham bizni tashlab ketadi, u ham ketib qoladi do'stlarim. Dunyoda odamni juda turi ko'p ekan do'stlarim. Bir xilma-xil ekanda. Tushunchasi, hayot to'g'risidagi tushunchasi har xil ekan. Ba'zilar deyapti, ba'zilar xuddi abadiy yashaydigan laqanga pul to'playdi. Uy-joy qiladi, imorat tosh qiladi, hokazo. Xuddi o'lim unga taalluqli bastaqangi pul to'playdi. Yoshi 60-70 ga borgan bo'lsa ham o'lim haqidagi gapni eshitishni xohlamaydi. Xo'p, mayli. Ba'zi odamlar esa do'stlarim, to'plagan dunyosini xuddi ertaga unga o'lim kelib qoladigan-dek shu ko'proq sarflashga tushar ekan. Do'stim, bitta kulcha berdingiz, ehson qildingiz, daftarga tushdi. Endi devorga chaplab yubordingiz, u ham daftarga tushdi. Devorga chaplab yuborganingiz dunyoda qoldi, bitta kulcha berganingiz oxiratga sizga zaxira bo'ldi. Bankda siz shot raqamingizga tushdi. Do'stim, har kim o'zi bu hayot tarzini o'zi tanlaydigan zamon ekan do'stlarim. Demak, hammani plyusi ham, minusi ham albatta foydasi, zarari o'ziga bo'lar ekan do'stlarim. Bilimli inson bor ekan. Bilimli inson bor ekan va aqlli inson bor ekan.
Bilimli insonning ilmi juda ham ko'p. Lekin unda oriy bo'lmasligi mumkin. Aqlli insonda bilim juda oz, lekin unda obro'y bo'lishi mumkin. Demak, avvalo aql ekan do'stim. Aql borligi uchun unda odob bor. Unda odob bor, unda odamgarchilik bor. Unda andisha bor, do'stim. Odob ilmdan afzal deyapti do'stlarim. Odob insonni ham dunyosini go'zal qiladi, ham oxiratini go'zal qiladi do'stlarim. Endi ham ilm, ham odob bo'ladigan bo'lsa, endi bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi do'stlarim. Do'stlarim, Alloh taolo bizni yelkamizga ikkita farishtani qo'yib qo'ygan. Guvoh qilib. Avvalo o'zi guvoh. Ne atrofimizdagi barcha narsalar, maxluqot va mavjudotlar guvoh. Namoz o'qiyman deb ketyapsiz masjidga. Daftarga tushyapti. Bir noto'g'ri yomon qadam bosgani ketyapsiz. U ham videoga olinyapti do'stim. Do'stlarim, o'shaning uchun ba'zi bir odamda aytibdiki, butun yashashdan ko'zlagan asosiy maqsadi huzur halovat, orzu havas bo'lib qolgan odam u dunyoga faqat o'ynagani kelgan, ayshi ishrat surgani kelgan, orzu havas qilgani kelganda qangi bo'lib qoladi. Butun tushunchasi, yashash tarzi shunday bo'lib qoladi. Ana endi uni tanasi ham majruh bo'ldi, uni ruhi ham majruh bo'ldi. Kasalga aylandi. Uni qalbi va ongi faqat dunyo degan narsa bilan to'lib qoldi. U dunyoga nima uchun kelganligini idrok qilolmay qoladi, balki xohlamay qoladi do'stim. Lekin u xohlaydimi, xohlamaydimi, bokida benzini ozayib boryapti. Umr ozayib boryapti. Do'stlarim, shuning uchun nasihat inson qalbini, ongini poklaydi, tozalaydi. O'shaning uchun inson o'zgaradi, yaxshi tomonga o'zgaradi. Bir chilton sifat odam bor ekanda, undan duo so'rashsa, unga ehson qilishsa, odam bo'l deb qo'yar ekanlar. Duosi shu, odam bo'l. Ba'zilarga malol kelar ekan. Ba'zilar uzun duo qiladi, ehson qilsin. Sizniki nima shunaqa, shu xolos odam bo'l. Yana odam bo'l deb qo'yar ekanlar. Bir kun bitta ancha bir ixlosli muhabbatli yigit unga ro'para bo'libdi-da. Ya'ni chiltonlarga ancha-muncha narsa salpal bilinadi do'stim. Hali bolani endi nasihatni olsa olgidayligini tushunib yetibdi-da. Ne do'ppisini berib uni kiydibdi. Atrofga qarasa do'stlarim, shakli odam, lekin kallasi turli xil hayvonlarni kallasidaqa bo'lib ko'rinibdi. Yelkasidan pasti odam shakli, bosh qismi turli hayvonlarnikidan yatta batta odam ko'rinib qolyapti ekan. Qo'rqib ketibdi. Men do'ppini bermanga deb. Do'ppini bergandan keyin yana hamma odam bo'lib ko'rinib qolibdi. Demak, chiltonlarga, avliyolarga do'stlarim, odamning ichki dunyosi qanaqa bo'lsa, uni shakl shamoyili shunaqa bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun ular ba'zi bir insonlarga, "Balki bolam, mayka o'tir" deb uni boshini, yelkasini silab, "Mayka o'tir, bunday qilgin" deyotgan bo'lsa, demak uni shu qalbidagi poklikni sezyapti, unga nasihat qilyapti. Ular to'g'ri kelgan odamga nasihat qilavermaydi. Do'stlarim, o'shaning ko'pincha o'zini sal jini sifat qilib ko'rsatadi do'stlarim. Do'stlarim, bu go'zallik shundayda do'stlarim, go'zallik. Insonning tashqi go'zalligi juda tez kunda uni tark qilib ketadigan
omonat narsa ekan. Aynakka qarab ming o'ziga pardoz andoz bering do'stim. Yoshingiz o'tib boryapti. Yuzlaringiz ajinga to'lib boryapti. Ming ehtiyot chorasini qo'llang do'stim, tana eskirib boryapti. Biz asosan qalbimiz go'zalligiga e'tibor berishimiz kerak. Birorta insonga yomon niyat qilmaylik. Qalbimizda ham unga berilgan baxtga hasad qilmaylik. Havas ko'zi bilan qaraylik do'stlarim. Qo'limiz, tilimiz bilan, moli pulimiz bilan, mansabimiz bilan do'stlarim, insonlarga yaxshilik qilaylik. Yaxshilik qilaylik do'stlarim. O'zi mehmonmiz dunyoda. Yorug' yuz bilan sonlig'imizni to'ldirgan holatda, yaxshi amallarga to'ldirgan holatda Alloh taologa yo'liqishdi harakatida bo'laylik do'stlarim. Nima deb gapirgan bo'lsak ilinamiz. To'g'ri tushunib, hayotingizga tatbiq qiling do'stim, chunki shot raqamingiz, hisob raqamingiz alohida, ko'miladigan qabringiz alohida hisob kitob qilinasiz. Otamizni ko'mdik, onamizni ko'mdik, hayotimiz davom etyapti. Ularni Alloh taolo rahmat qilgan bo'lsin. Bizni ham bir kun ko'mib kelishadi, yana hayot davom etadi do'stim. Harakatingizni qiling do'stim, umringiz oz qolyapti. Yaxshilik, halollik, poklik, to'g'rilik, ahillik sizni yashash shiyoringiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.